Mening eng katta niyatim onamni xursand qilish va menga ishonchini tamom oqlash edi. Mana, siz bilan nega bu haqda suhbatlashyapman? Hayotda hamisha onangiz uchun ham yuksak natijalar uchun kurashib yashayotganingiz aniqmi? Yosh bo'lsam ham bir maslahat berishimga mayli deng. Sizdan onangiz yuksak natijalar kutmoqda. Unutmang, onalar uchun farzandlarining har bir yutug'i, quvonchi, bayram, katta sovg'a. o'n 15 may onamning tug'ilgan kuni. So'nggi yillarki, ushbu sanada hayot bo'lganlarida mana shuncha yoshni qarshi olgan bo'lar edilar deb hisob qilaman. So'nggi yillarki, bahor fasli dilni allalashini, sen o'zing bilan o'zingga oshno etishini anglayman. Uning oxirgi oyida qalban his qilaman. Nasimlar sochimni tortqilashi, rangin osmonga yanayam jo'shqinlanib so'z aytishim, bahor endi boshlanayotgandir qalbimda. 2016-yil 12-dekabr. Shu kundan oramizda yo'q ekanliklariga kun sari kun, oy sari oy, yil sari yil qo'shilib boradi. 2018-yilning aprel oyi edi. O'zbekiston xalq yozuvchisi rahmatli Tohir Malikni ko'rsatuvga chaqirdim. Ustoz rozi bo'ldilar. Faqat o'sha kuni birga ketishimiz, biror joyda telefonlashib uchrashib, birga borishimizni aytdi. Ertasiga tayyor bo'lgan auditoriyadan ustozni kutib olishga bordim. Mashinalarida kela turib ssenariy tuzdim. Ustoz yozuvchi bilan keyin ham televideniya uchun boshqa telesarlar tayyorlash jarayonlarida birga ishladik. Kamera qarshisida suhbatlar qildik. Ammo mashinadagi shu fikrlar va ko'rsatuvni tasvirga olish jarayoni, tadbir tugagandan keyin mashinalarida uylari tomon borguncha suhbatlardan menga katta va unutilmas esdaliklar qoldi. Ulkan mazmunli hikmat xotira bo'ldi men uchun. Tadbir uchun mashinada suhbatlashib borar ekanmiz, ustozning gaplari orasida ota-ona va farzand degan so'zlarini beparvolarcha qabul qildim. Tasvirga olish ishlari jarayonida esa ustoz hali hech qayerda o'qimagan va eshitmaganimni aytdilar. Yaponiyada toshqin bo'libdi. Qutqaruv ishlari boshlanibdi. Shu payt odamlar bolasini bag'riga mahkam bosgan holda jon bergan onani uchratibdi. Yosh bir go'dakning kulgi ovozi esa yig'ilganlarni hayratlantiribdi. Onaizorning bag'ridagi bola oyoqlarini osmonda o'ynatib kulib turarmish. Tabassumi yanoqlariga yig'ilgan farzandning yonida bir xabar topiladi. Xabarda "Men seni yaxshi ko'raman bolam, meni unutmagin" degan so'zlar bor edi. Ko'rsatuvni yakunlab, xalqning sevimli yozuvchisi bilan uyi tomon boramiz. Yana mehr, oqibat, onalar haqida gap ochiladi. Xayolimni band etgani esa toshqin, bolasini quchoqlab jon bergan ona, ko'zlari yorug' olamga bahor quyoshidek charaqlab boqib turgan go'dakning nigohlari. Onalar, jasorat, qahramonlik degan so'zlar shu qadar ham egiz bo'lishi mumkin ekanda. Shu o'y xayoldan o'tdi-yu, onam ko'z oldimga keldi. Bo'g'zimga nimadir tiqiladi. Mashina oynasini ochaman, to'yib nafas olaman u baribir havo yetmayotgandek. 2020-yil 23-yanvar. Ochiq dars ko'rsatuvini tasvirga olish uchun O'zbekiston xalq artisti Gavhar Zokirovani chaqirdik. Jarayonda aktrisa Tohir Malik aytgan gaplarni
yoshlar telekanali uchun tasvirga olingan ochiq dars ko'rsatuvida eshitganligini va shu hodisaga atab yozgan zamondosh shoirimiz she'rini aytib berdilar. Qocholmaymiz biz qismatga tutqun, ko'kka yetsa bas shu bitta nolam, gar tirik qolsang yodingda bo'lsin, men seni yaxshi ko'raman bolam. Qismat odamga qo'yilgan tuzoq, shu tuzoqqa ilindek shu choq, mening uchun ham sen yashagin uzoq, men seni yaxshi ko'raman bolam. Gar tirik qolsang baxtlarga to'lgin, men yeta olmagan iqbolim bo'lgin, yaxshi inson bo'lgin, zo'r olim bo'lgin, men seni yaxshi ko'raman bolam. Hech kimim yo'q deb ayta ko'rmagin, men yoningdaman qayda bo'lmagin, bunday ofatni sen qayta ko'rmagin, men seni yaxshi ko'raman bolam. Sen quyoshday bo'l, men oyday botay, har tong seni baxt bo'lib uyg'otay, bunday ofatni boshqa ko'rmagay, men seni yaxshi ko'raman bolam. Dunyoga tarqalgan virus sabab yuzaga kelgan ta'til ko'p narsalarni o'rgatdi, ko'p narsalarga chorladi, ko'p xatolarni fosh etdi. Endi vaqtlar o'tib eshitsam, bilsam, onam o'sha bolasini quchoqlab, ofatdan jigar bandini pana qilgan ayoldan kam emas ekan. Mening hayotimda o'z hayotida katta matonat va jasorat ko'rsatgan ekan onam. Chinakam matonat va jasorat ekan bu. 3-4 sinfligimda O'zbekiston telekanali orqali Oltin toj ko'rsatuvi namoyish qilinardi. Qoldirmay tomosha qilardim. Shu ko'rsatuv mening orzularim ulg'ayishiga sabab bo'ldi va keyin poytaxtga oshiqtirdi. Toshkentga borib uyga qaytar bo'lsam, televideniyada yuragim bosgan qadamim haqida qishloqni boshimga ko'targudek bo'lib gapirar edim. Gazeta, kitob, jurnallarni yaxshi ko'rardim. Kun bo'yi uyga qamalib ularni o'qir, sahifalaridan nimalarnidir izlardim. Biror yumushni qilishimga unamasdilar. O'qiyapsanmi? Ish qilib shunchasini to'zitib, yoyib olganga yarasha, deydilar-u, ichida sevinchlari naqadar cheksizligini o'zlari bilmay sezdirib qo'yardilar. 8-9 sinfligimda Toshkentga deyarli oyda bir keladigan bo'ldim. Televideniyada bo'lar edim, ko'rsatuvlarda ishtirok etardim. Bir kirib olsam, ishdan qaytayotganlar bilan chiqardim. Navoiy ko'chasi 30-uyda joylashgan Tong yulduzi, G'uncha, Gulxan nashrlari tahririyatlari va Amir Temur haykalining yaqinida joylashgan Matbuotchilar ko'chasi 32dagi tahririyatlarda bo'lib, she'r, hikoya, maqolachalarim chiqqan gazeta, jurnallarni sumkamga to'ldirib, sig'maganlarini bag'rimga bosgancha o'zimga o'zim mahliyo bo'lib borar edim. Zavq-shavqimni chegarasi topilmasdi. O'zim mittiginaman-u, dunyolarga sig'masdim. Televideniyada kimlarni ko'rganligimni barmoq bilan sanardim. Kam chiqib qolsa, bir o'ylanib qayta sanardim. Ichkarida faqat bir joydan boshqa joyga o'tib bo'lmasligini, postdan faqat xodimlargina o'ta olishini aytardim. Va shu sabab peshingacha yoshlar tomonlarida bo'lganim, telekanallar uchun ko'rsatuvlar qanaqa qilib tasvirga olinishini so'zlardim. Peshindan keyin postning bu tomonida O'zbekiston, sport tomonlarida bo'lganligimni aytardim.
Gazetada chiqqan she'r, maqolalarimni o'qib berardim. Suratimga bir zumda mahliyo etar edim onamni. G'ururga ko'mardim. Radioda bo'lganligim, uning to'g'risida teatr jurnalida borligi, unda O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov ishlashi, u yerga kirganlarim va boshqa shoir yozuvchilar bilan turli joylarda ko'rishganim haqidagi gaplarga navbat kelganida tun tongga ulanayotgan bo'lardim. Teleekran orqali men haqimda tayyorlangan ko'rsatuvlar berilsa, onam bilan tomosha qilishdan-da huzurli hol bo'lmagan. Toshkentga tanlovga yo'l olayotganimda pishir-kuydirlar bilan jo'natardilar, hamma onalar kabi. Keyin uyga qaytib yutuqlarim, sahna tomon qay tarzda qadam olganlarim, diplomlar, faxriy yorliqlarni olar chog'im, qanaqa qilib ta'zim qilganlarim, qaysi she'rimni aytganlarim, rahmat demoqni qay so'zlarim bilan ifodalaganlarimni uyimiz burchagiga turib olib qaddimni g'oz tutgancha ko'rsatib berardim. Onam kulib eshitardilar, nigohlari charaqlab eshitardilar. Diqqatini kiprik qoqmoq oni qadar buzmasdan eshitardilar. Kulib turaverardilar u mijjalari namlanar, ko'z yoshlari ko'zmunchoqday bo'lib yuzini yuvib o'tardi. Bir kitobimni O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev tahrir qilgan. Bir oyning bir yozi ustozning uyiga qatnash bilan o'tgan. Jannati odamlar kitobiga dastxat qo'yib bergandilar. Onamga olib kelib berdim. Qo'llaridan tushirmay o'qidilar. Hech esimdan ketmaydi. Xudoyberdi bobo ota-onasidan erta ayrilib, tog'asining qo'lida o'sganini aytganimda, onalar hech qachon o'lmasligi haqida eshitgansan-u, deganlar. Oddiygina, soddacha bo'lib bu gaplarini qanday aytib yuborgani-yu, keyinchalik bu sabr bilan bardoshning surati bo'lib xitoblanishini bilmagandirlar. 2-kurs edim. Institutda bir kecha o'tkaziladigan bo'ldi. Onamga telefon qildim. Istamadilar, ko'nmadilar. O'ylanib qoldim. Avval bunday bo'lmaganda. Shu voqeadan o'tib qishloqqa borganimda ham onam kam gapirar. Kunduz kunlari negadir tez-tez bir mazmundagi gaplarni aytadigan bo'lib qoluvdi. Charchab qolyapman shekilli, dam olay, kech gaplasharmiz va tonggacha so'zlashardik. Qorong'uda chap qo'lini tez-tez musht qilib qisib ochayotganliklarini ko'rar edim-ku, uncha e'tibor bermabman. Boshqa narsani fahmlamabman. Endi mana eshitdim-u ichimdan o'tganini men va Yaratganning o'zi biladi. Men notavon bolaman deb baqirgim, faryod qilgim, dod solgim keladi. Meni kechir, ona. Vaqtida holingdan xabar olmaganimga, ahvolingni payqamaganimga kechir meni. Bedor bo'lmasligimni, katta shaharda ortiqcha o'yga botmasligimni shu qadar istabsan-u. Iztirob chekmasligimni, har tun, har tongni mijjalarim namlanib qarshi olishimni xohlamabsan-u. Shunda ham men notavon, men nodonni bag'ri tosh shaharda orzu havaslarga mahliyo bo'lib, seni ba'zan esdan chiqarib qo'ygan, maqsadlariga haddan ziyod oshiq va oshufta bolangni o'ylabsan-u, o'zingni o'ylamabsan-da onajon. Onajon. Onam sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr oylarida dard bilan olishibdi. Chap qo'llari ishlamay qolgan ekan. Ko'pga buni bilintirmabdilar. Qo'llarim ishlab ketadi deb 4 oy harakat qilibdi. 4 oy kurashibdi, ammo men bilishimni, menga bilintirishlariga yo'l qo'ymabdi. Onama, onajonima, bechora onam, sho'rlik onam. Bitta yangi ro'mol olmagan, bolasini o'qitay deb bitta ko'ylagu, bitta lozim kiymagan onam.
jonim onam, mehribon onam, jannatim, jannatiy onam. Men qo'ng'iroq qilsam o'zini dadil tutar ekanlar. Hovlimiz uzra hassaga tayanib yuradigan bo'libdilar. Saharlab ko'chaga piyoda yurish uchun chiqsa, ukam hamroh bo'lar, og'zida qo'ltiqlashib yurishar ekanlar. Uy yumushlari dadam yelkasida, ukam dastyor. Onam qanchalik jasoratli ekanliklarini endi eshityapman. Buni menga bu yilgi ta'til so'zladi. Men onamni yaxshi bilmas ekanman. Onajonim, u Toshkentda o'qiyapti, xayoli buziladi. Ko'ngliga xavotir solmanglar, o'zini eplab yursa bo'ldi. O'ylanadigan, xavotirlanadigan qilib qo'ymaylik, deganlar ekan. Onam mening, jonim onam, jannatim onam. 2016-yil 6-dekabr kuni onam shifoxonaga tushdi. Oradan bir necha kun o'tib hech kimni kiritmadilar oldiga. Faqat bizga ruxsat berildi. Shifoxonaga tushganlaridan 2 kun o'tib ertaga ertalab olib kelinglar deyishdi. Shu tun dadam ikkimizni uyga olib kelishdi. Birga uchalamiz ovqatlandik. Dadam yana shifoxonaga qaytib ketdilar. Ukam bir cho'zilishda uxlab qoldi. Men uxlolmadim. Negadir zavq-shavqda ertaga onamni oldiga kirishim bilan nimalar aytishimni, nimalar haqida gapirishimni o'ylar, tayyorlanar edim. Yutuqlarim, o'qishlarim, orzularimiz, havaslarimiz bilan birga qaysi shoir, yozuvchi uyida bo'lganim, har hafta gazetada chiqayotganligim haqida gapirishga shay bo'ldim. Toshkentdan olib kelgan suratim bor gazeta, jurnallarni chiroyli qilib tez ko'rsatishga qulay holda taxladim. Ishlayotganligim, pulim ko'pligi va o'quv amaliyotimni o'sha ma'lum va mashhur ikkimizga ham yoqadigan, siz ham men ham bolaligimdan orzu qiladigan televideniyada o'tayotganligim, u yerdagi ustozlarim va yaxshi insonlar haqidagi xabarni eng oxiriga finalga olib qo'ydim. Ammo onam o'tgan kunlar ichida tildan qolgan holda yotibdilar. Gapira olmas ekanlar. Bordik. Ertalab birinchi meni olib kirishdi. Onam meni ko'rib gapirmoqchi bo'ladilar-u, gapira olmadilar. So'z aytmoqqa urindilar-u, zaifligidan go'yo o'zlari mendan hijolatdek edilar. Termilib turdi. Keyin ko'zlaridan bittagina yosh dumalab yuzlarini yuvib o'tdi. Yonoqlarida turib qolgan ana o'sha bir donagina ko'z yosh bilan jilmayib turdilar. Bittagina ko'z yoshga mendan 100 barobar ko'p javob qaytdi. Olib chiqib ketishdi. Yo'lakda hali ham nima bo'layotganligini to'la anglab yetmagan, kichik jussasida osilib turgan oq xalat bilan bir o'zi kelayotgan ukamni angladim xolos. Tamom. 2016-yil 12-dekabr. Qiyomatga qoldi diydor. Sabr, bardosh ham sinovlarning bir turi ekanda, degan xulosani yuragimga yozib qo'ydim. Tuyg'ularga erk berdim. Tuyg'ulardan boshqa nimam bor? To'satdan yo'qotganim, ulkan mehr o'rnini sog'inch, o'kinch, yana nimadir tuyg'ular egallagan. Donolik qiladi desangiz deng, ammo sevaman deb ayting onajoningizga. Takror va takror sizni yaxshi ko'raman, siz hayotimsiz, borimsiz deb aytavering. Menda bunday so'zlar hozir judayam ko'p, ammo egasiz. Yuraklarim bo'g'inidan bo'shashib, har tomondan o'sha ulkan mehrning uchqunlarini axtaraman. Endi yo'q.
so'zlarim ham bo'shliqqa kirib ketadi. Egasiz, manzilsiz. Onalar, men seni yaxshi ko'raman, seni sevaman demas ekan hech qachon. Lekin farzandiga mehr, muhabbati o'ziga mehrdan ham ustun bo'lar ekan. Balki yurakning tutuni bo'lib otilgan bir dona so'nggi ko'z yoshi bilan oxirgi lahzada mendan keyin hech qachon g'am tortma, hech qachon ko'z yosh to'kma, onamni yo'qotdim deb maqsadlaringni tashlab qo'ymagin demoqchi bo'lgandirlar. Men seni yaxshi ko'raman, bolam, yaxshi inson bo'lgin, zo'r olim bo'lgin degandirlar balki. Oxiratlari obod, ruhlari shod bo'lsin. Sevaman deb ayting onajoningizga, yashnab ketsin bu dunyosi. 2020-yil 15-may. Sohibjon Xatamov 1995-yil 7-may kuni Farg'ona viloyati Buvayda tumani Alqor qishlog'ida tug'ilgan. 36-maktabda iqtidorli bolalar maktab-internatida, Farg'ona shahridagi Yormuzor akademik litseyining jurnalistika yo'nalishi hamda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining kino, televideniya va radio san'ati fakultetida tahsil olgan. Tong yulduzi, Xalq so'zi gazetasi, Gulxan, Saodat jurnali, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, O'zbekiston 24, Biz TV telekanallarida faoliyat olib borgan. Respublika miqyosidagi ijodiy tanlovlar g'olibi, xalqaro sertifikatlar sohibi. Vatan mehri, Shoshqaloq, Men, onam va qishloq nomli kitoblari nashrdan chiqqan. Xorazm, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Andijon, Namangan hududlarida o'tkazilgan ijodiy forumlarda taqdirlangan. Germaniya, Turkiya, Qozog'iston, Yaponiya davlatlarida o'tkazilgan ilmiy konferensiyalar ishtirokchisi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti adabiyotshunoslik yo'nalishi 2-bosqich magistranti. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi Yoshlar telekanali Davr informatsion dasturlar bosh muharririyati muharriri. Hozirda yosh ijodkor Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda jamoatchilikka yetkaziladigan Maktab hayoti loyihasi ustida ish olib bormoqda. Aziz o'quvchi, ushbu kichikgina kitob sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, xursandmiz. Diqqat, sabr va bardosh bilan tinglaganingiz uchun rahmat.